Get ready qizlar, svidaniya plus konsertga, pochchanglar meni svidaniyaga chaqirganlar va svidaniyadan chiqib konsertga boramiz. Ikkitasi bittada xullas. Ketib kiyinamiz. To'g'risini aytsam, bu rock konsert. Rock konsertga glamurni ko'ylakli kiyolmaysizlar. O'tga to'g'ri keladigan birorta, brutalno, но в то же время что-то qulay, chunki havo issiq yotibdi. Issiq, вообще yomon issiq. Keyin biz turamiz, o'ynaysizlar, battar terlaymiz. Hamma narsani hisobga olgan holatda hozir obraz tanlaymiz, qizlar ketdi. Hamma narsalarim meni glamurni ko'ylaklar bo'lib ketibdi-yu. Sizlar orqangizdan shu kontent olaman deb rosa ko'ynay olganman. Kamerani bundoq to'g'rilab qo'ying, qishayib ketyapti. Shunda tur. Kiygan ishlarsam yo'q. Ayollarda har doimgi muammo, shkaf to'la kiyim, narigi xonada ham shkafim bor, u ham to'la kiyim. Lekin biz har doim kiyishga narsa topa olmaymiz. Afsuski, ayol zoti, qizlar jonlar, jinsi kiyaman desam issiq. Shortik kiyaman desam ko'yni kofta qidirish qiyin unga. Hammasi oddiy futbolka, sal mundoqroq, chiroyliroq kiyinayli, u konsertku, onasini hamsin, to'g'rimi? Yo'q, to'yimati это же rok-konsert. Rock men uchun qanaqadir kojinli kiyimlar, qora futbolkalar, no kojinda o'laman men hozir koja kiysam. Issuvdan. Yo, mana rock konsertga mana shunaqa ko'ylak kiya olmaymanmi? Yo'q. Ko'proq mana bunaqangi narsa to'g'ri kelardi-yu, lekin buni yengi uzun va materialini ko'rib olsanglar, qanaqa qalin va вообще o'laman bundan. Taradaran. Yo, hazil, boshlamanglar. Men o'sha oldindan sizlarning kommentinglarni bilaman-da, o'shaning uchun oldindan gapirib qo'yaman. Qizlar. Mana dvoykamni kiyimi, buni 100 marta ko'rgansizlar. Birinchidan qulay, ikkinchidan qora, rock stilida, oyog'imga qora bosanoshka kiysak, total black bo'ladi. Bunga mana obraz tayyorlasak bo'ladi. To'g'rimi qizlar? Ham yubichka bo'lganiga, yengil bo'lganiga qarasak, issuvda o'lib ketmayman. Hatto o'lagar hamma narsam glamurni bo'lib ketibdi. Ko'ylakcha, balocha, battarcha. Da qizlar mashina kiyamiz, boshqa iloji yo'q. Men rokersh emasman, ushta bu rock narsalarni olishga, to'g'rimi? Mashina kiyamiz. Ko'rgansizlar buni, ketdi. Sochimni o'zimcha bilasizlarmi qanaqa qilmoqchiman? Hozir ko'rsataman. Ozgina mamutda bundoq narsalarni tushiribdi, bundoq mamutni yig'ibdi, bundoq yig'ib. Mamutimga bundoq ikkita gulka qilmoqchiman. Ikkita bundoqli. Nima deb o'ylaysizlar? Qizlar yarashadimi? Kirib chiqib ko'ramiz, yarashadimi, yarashmaydimi ko'ramiz. Nimadir qildim, menga yoqyapti. Sizlarga bilmayman, bunisi cho'ta. Sal chichib qo'ydi-yu, a. Tak, qizlar lab o'lgurni bo'yab olamiz, o'liklabga o'xshamasligi uchun. Salgina. Duxi sepamiz, Karlovni bugun tanladim. Duxiga qizlar tik, op. Voy, mazza qilaman shuni hidiga. Oyog'imga qulay bosanoshka kiydim qizlar. Total black look tayyor. Socham mana shunaqa bo'ldi. Sumka-punka hech narsa olmayman, chunki pochchanglar bilan yursam menga pul kerak emas. Albatta, svidaniyamizni, konsertni hammasini videoga olaman. YouTube'ga ham, TikTok'ga, Instagram'ga hamma yo'lga ketadi, kuzatib boringlar va obuna bo'lishni esingizdan chiqazmanglar. Bye.